Biza ayollar uchun jamiki shart-sharoitlari yaratilgan 120 metr kvadrat to'rxona plus o'zini shunaqa kattagina hol qismi bilan skvoznoy planirovkadagi razdельный xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Bu tomonda ikkita o'zini razdельный sanuzli, ikkita bolalar yotoqxonasi va bu yerda mehmonxona hamda kattalarning yotoq zonasi bo'lyapti. Birinchi bo'lib esa biza har doimgidek ayollarimizni sevimli oshxonasini ko'rib o'tamiz. Buni qaranglar qanaqa fayzli oshxona bo'lgan. Bu yerda bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy, bu yerda esa zona хранения juda ham katta, hashamatli bo'lgan. Bitta lokatsiyani ko'rib o'tamiz. Bu yoq tomonda mikrorayon bozori, bu tomonda esa Family Park bo'lyapti. Biz esa Narpayskaya улицада turibmiz hozir. Novostroykamiz 8 qavatli novostroyka. 6-qavatida joylashganmiz, liftimiz ishlaydi. Bu yoqda sanuzlimizni ko'rib o'tamiz birinchisini. Bu xonani bidiga ko'ra ta'mirdan chiqarishgan, faqatgina mebel jihozlarini qo'yish qolgan xolos. 3 ta bola bemalol sig'adi. Rozetkalarning o'rni bilan kravatlarning joyini aniqlab olsak bo'ladi. Bu tomonda esa uje bolajonlar uchun alohida kravatlar qo'yib o'tilgan va yana bitta eng katta plyuslardan bittasi, bu yoqda bizning mana shunaqa kattagina yana plyus garderobniy xonamiz ham mavjud. Hozir esa sizlar bilan uyimizni yuragini ko'rib o'tamiz. Buni qaranglar, qanaqa kattagina zal qismini qilishgan. 12 kishi bemalol sig'adigan mягкий zona qilishgan, televizorlarimiz ilinadi. Bundan tashqari yana balkonimizni ham yopishgan, tayyor qilib va bolalarning yotoq zonasini oynasi shunaqa qarab turadi. Bu juda ham meni fikrim bo'yicha bezopasniy hisoblanadi. Zalimizni fayzliligini qaranglar, qanaqa juda ham ko'p mehmonlarni o'ziga sig'dirsa bo'ladi. Bu yoqda esa razdельный sanuzlimizning ikkinchi qismi joylashgan hamda bu tomonda bizning ota-onalarimizning yotoq zonasi kattagina bo'lib tushyapti. Bu ham ko'p qavatli binolarda kamdan kam uchraydi. Yana o'zini shunaqa yopilgan balkon zonasi bilan birgalikda bo'lyapti. 8 qavatli novostroykamizning 6-qavati 120 metr kvadrat, narxi esa 118 ming AQSh dollari, yana chiroyli savdosi mavjud.